Homilador ayolingizga ushbu 5 ta xatoni aslo qila ko'rmang. Birinchisi, u bilan aslo bahslashmang, chunki homilador ayol emotsional davrni yashab o'tayotgani uchun stressga moyil bo'ladi. Stress esa bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi, uy ishlarida yordamlashishni unutmang va asosiysi, oshxonada yolg'iz qoldirmang. Oshxonadagi turli xil hidlar ayolingiz toksikozining kuchayishiga, og'ir uy ishlari esa ayolingizning charchashiga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchisi, homilador ayolingiz yonida aslo cheka ko'rmang, chunki sigaret tutunlari homilaga ham, homilador ayolga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun homila nafas olayotgan havoni musaffo saqlashga harakat qiling. To'rtinchisi, ko'chaga yolg'iz o'zini chiqarmang. Birgalikda borishga va birgalikda sayr qilishga harakat qiling. Chunki toza havoda qilingan sayr bolangiz va onaning immunitetini ko'tarishga yordamlashadi. Beshinchisi, barcha tekshiruvlarga o'zingiz muntazam olib boring va har doim UZI tekshiruvlarida yonida bo'lishga harakat qiling. Hurmatli homilador ayollar, sizni eringiz qanday xatolarni qilgan? Kommentariyada yozib qoldiring.